Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Darsimizni boshladik. Demak, bugun bir o'zgaruvchi funksiyalarning ekstremumlari haqida gapirib o'tamiz. Har doimgidek Malik Ruslan Ravgovich. Biz quyidagi rejalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Birinchisi, funksiyaning monotonlik oraliqlari, qaysi oralig'ida kamayuvchi, qaysi oralig'ida oshuvchi ekanligi haqida gapiramiz. O'suvchi ekanligi. Va ikkinchi rejamiz esa funksiyaning lokal ekstremumlari haqida gapirib o'tib ketamiz. Va uchinchi rejamiz esa funksiyaning global ekstremumlari haqida gapirib o'tib ketamiz. Va funksiyaning monoton oraliqlari. Demak, ta'rif beriladi. Demak, agar y barobar fx funksiya biror AB oraliqda aniqlangan va bu oraliqqa tegishli ixtiyoriy ikkita nuqta x1 kichik x2 nuqtalarda f1 kichik fx2 bo'lsa va fx1 katta fx2 shartlarni qanoatlantirsa, bu oraliqda o'suvchi va kamayuvchi bo'ladi. Aynan funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini birgalikda biz monotonlik oraliqlari deb ataymiz. Misol sifatida keltirishimiz mumkin. Y barobar 2x degan funksiya va y barobar 0,2 darajasi x bo'lgan funksiya ko'rsatkichli funksiyani misol keltirsak bo'ladi. Va bularni ko'rishimiz mumkin. Demak, funksiyani barcha nuqtalarda o'suvchi mana ko'rishimiz mumkin. Faqat 0,2 darajasi x esa demak bu kamayuvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi misol sifatida qarashimiz mumkin. Y barobar 1 plus x kvadrat funksiya minus cheksizdan 0 gacha oraliqda ko'rishimiz mumkin. Kamayib kelyapti. Va 0 dan cheksizgacha esa o'suvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdan grafikdan ham ko'rishimiz mumkin. Demak, funksiyani lokal ekstremumlari haqida gapiradigan bo'lsak, demak, biror ishlab chiqarish tashkil etishda aynan mahsulotlarni ishlab chiqarish xaridorlarni iloji boricha kamaytirmaslikka harakat qilib boradi, ya'ni minimallashtirishga harakat qilib boradi. Xarajatlarni barcha jarayonlarda minimal holatga kamaytirib borishga qaratadi barcha ishlab chiqaruvchilar. Lekin undan oladigan foydani esa iloji boricha maksimal darajada oshirishga harakat qilib boradi. Aynan bu jarayonlar esa ishlab chiqarish jarayonlarining eng muhim vositalaridan bittasi bo'lib hisoblanadi. Va aynan shunday ko'rinishdagi masalalarga biz qisqachasiga ekstremum masalalar deb ataymiz. Ya'ni ta'rif berilgan y barobar fx funksiya x 0 nuqtada va uning biror atrofida aniqlangan bo'lib, bu atrofdagi ixtiyoriy x uchun fx0 katta yoki teng fx yoki fx0 kichik yoki teng fx shartlarini qanoatlantiruvchi va u shu x0 nuqtada lokal maksimum va minimumga ega deb aytiladi. Misol sifatida keltirishimiz mumkin. Sinus x degan funksiya x barobar pi taqsim 2 oralig'ida qaraydigan bo'lsak, nuqtada sinus pi taqsim 2 da bu 1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu oralig'da sinusimiz to'g'ridan to'g'ri pi taqsim 2 qiymatida u 1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, undagi qiymatlarni maksimal 1 ga, minimal minus 1 ga tengligini ham ko'rib o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi. Va funksiyaning lokal maksimum va minimum qiymatlari birgalikda lokal ekstremum degan tushunchani olib keladi. Va lokal ekstremumning zaruriy sharti bo'yicha, demak, biz o'tgan darslarda o'tgan Ferma teoremasi asos bo'ladi. Ya'ni Ferma teoremasi agar y barobar fx funksiya x0 nuqtada differensiallanuvchi va lokal ekstremumga ega bo'lsa, bu nuqtada funksiyaning hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Aynan shu shart qanoatlantiriladi. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, fx barobar y darajasi x funksiya minus cheksizdan plus cheksiz oraliqda o'suvchi va bu oraliqda uning hosilasi hamisha 0 dan katta bo'ladi. Yana ko'rishimiz mumkin, mana grafikdan ham bizga ma'lum.
Va ikkinchi misol sifatida olishimiz mumkin. Fx barobar x kub degan funksiya sifatida qarasak, uni hosilasi 3x kvadrat. Bu funksiya x teng 0 nuqtada 0 ga teng. Ya'ni aynan bu nuqtada aynan ma'lum darajada uzilishga ega bo'lib qolyapti. Aynan bu yerda yetarlik sharti ham endi kerak bo'ladi. Biz zaruriy shartini ko'rdik. 0 ga teng bo'ladi degan shartini ko'rdik. Aynan 0 nuqtada bu ham 0 ga teng. Ammo yana qo'shimcha narsa yetmayapti. Ya'ni minimum yoki maksimum degan nuqtalar topilmayapti. Aynan lokal. Masalan, AB oralig'ida oladigan bo'lsak, 0 yoki 1 oralig'ida oladigan bo'lsak, aynan bu yerda minimumi 0 bo'lishi mumkin. Agarda -1 yoki 1 oralig'i oladigan bo'lsak, uning x qabul qiluvchi qiymati -1 minimum nuqtasi bo'lib qolaveradi. Aynan shu nuqtai nazardan uning lokal ekstrem nuqtasi aynan hosilaga qarab bu yerda belgilanmay qolishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun demak zaruriy shart bu yerda kerak bo'ladi. Aynan shunday ko'rinishdagi misollar uchun. Va lokal ekstremni iqtisodiyotda qo'llash masalasiga qaraydigan bo'lsak, demak ishlab chiqarishda mahsulotning optimal hajmini limitik xarajatlari, ya'ni MS deb oladigan bo'lsak va limitik daromadni MD deb oladigan bo'lsak, teng deb oladigan bo'lsak, demak mahsulotning X0 optimal hajmi uchun demak MS, ya'ni mahsulotning limitik xarajatlarini MS deb oldik. MS X0 barobar limitik daromad esa MD deb olsak, MD X0 deb tenglama sifatida olyapmiz. Va korxonaning X hajmdagi mahsulot ishlab chiqarishidagi xarajatlari SX degan funksiyaga kelsin. Va daromad oluvchi funksiyasini esa demak DX degan funksiya sifatida olamiz. Xarajatlarni SX va hamda daromadlarni DX degan funksiya sifatida olsak, umumiy holda FX barobar demak DX ayiramiz SX, ya'ni daromadidan xarajatni ayirsak, unda sof foydaga ega bo'ladi. Aynan mana shu funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, bu yerda to'g'ridan to'g'ri ko'rishimiz mumkinki, demak umumiy holda maksimal foyda olishimiz uchun demak Fermat teoremasiga binoan f'(x0) teng 0 bo'lish kerak. Bundan esa demak daromaddan hosila va xarajatning hosilasi aynan ikkalasining ayirmasi 0 ga tengligi shart keladi. Va bundan esa demak ikkalasi ham bir-biriga tengligi, hosilalari bir-biriga tengligi keladi va bundan esa aynan limitik xarajat bilan demak limitik daromadlar ham bir-biriga tengligi kelib chiqadi. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, demak masalan telefon g'ilofini ishlab chiqaruvchi korxonaning umumiy daromad funksiyasi Rx ga teng. Rx barobar 100x minus 2x kvadrat umumiy xarajat funksiyasiga teng bo'ladi. Va umumiy xarajat funksiyasini Sx barobar x kvadrat plus 12 plus 50 deb oladigan bo'lsak, korxona eng ko'p foyda olishi uchun qancha x mahsulot ishlab chiqarish kerak bo'ladi va maksimal foydasi qanchaga teng bo'ladi. Aynan mana shu bo'yicha qaraydigan bo'lsak, demak bu yerda Fermat teoremasiga binoan demak biz hisoblab ketamiz. Birinchi navbatda daromad funksiyasidan hosila olamiz. Bu esa 100 minus 4x ga teng. Keyin esa demak umumiy xarajat funksiyasidan hosila olamiz. 2x plus 10 ga teng. Va ularni ikkalasini bir-biriga tenglab biz x'imizni 15 ga tengligini topamiz. Va bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, demak umumiy holda biz maksimal foyda olishimiz uchun demak bu yerdan 15 ta mahsulot ishlab chiqarganda maksimal foydaga kelar ekan va u esa demak 625 pul birligiga teng bo'ladi. Bu esa 15 ta mahsulotdan kelgan maksimal foydani beradi. Aynan shu bo'yicha olishimiz mumkin bo'ladi. Va funksiyaning kritik va statsionar nuqtalariga qaraydigan bo'lsak, demak ta'rif funksiya hosilasi 0 ga teng yoki mavjud bo'lmagan nuqtalar shu funksiyaning kritik va statsionar nuqtalari deb aytiladi. Masalan, misol sifatida keltiramiz. Demak biz yuqorida ham bu
funksiya bo'yicha aytib o'tib ketdik. Ya'ni y barobar x kub funksiya f'(2) barobar 3x kvadrat hosilasi 3x kvadratga teng, x 0 nuqtada 0 ga teng va shu sababli demak bu funksiya uchun x teng 0 nuqta kritik nuqta bo'lib hisoblanadi. Ya'ni uni istarsanal nuqtasi ham deb aytib ketishimiz mumkin bo'ladi. Va shu nuqtada funksiya ekstremumga ega emas, chunki x kichik 0 bo'lganda funksiya qiymati 0 dan kichik, ximiz katta 0 bo'lganda esa demak funksiyani qiymati 0 dan katta ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Mana grafikdan ham bu narsa to'g'ridan to'g'ri ko'rinadi. Va teorema demak funksiyaning lokal ekstremumining yetarli sharti, birinchi yetarli shartini qaraymiz. Teorema agar y barobar fx funksiya x 0 nuqtada kritik nuqtaning biror atrofida differensiallanuvchi bo'lib, bu kritik nuqtaning chap qismida ximiz kichik x 0, o'ng qismida x katta x 0 qara bosib o'tganda f' x hosilasi o'z ishorasini o'zgartirsa, u holda demak x 0 nuqta kritik nuqta fx funksiyaning lokal ekstremumiga erishadi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bu yerda misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak x plus 1 taqsim x funksiyani ekstremumiga tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak uni birinchi navbatda uni hosilasini oladigan bo'lsak, f'(x) barobar 1 minus 1 taqsim x kvadratga teng bo'ladi. Hosilasi va 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, bu x1imiz teng minus 1, x2imiz esa 1 ga tengligini topamiz. Va bu kritik nuqtalarni aniqlab, bundan tashqari x teng 0 nuqtada uni mavjud emasligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va x1 barobar minus 1 kritik nuqtani qaraydigan bo'lsak, demak bu x minus 1 dan kichik bo'lganda funksiyaning hosilasi qaraydigan bo'lsak, aynan bu oralikda 0 dan kichik va 0 dan katta oralig'ida qaraydigan bo'lsak, bu 0 dan katta ekanligini olishimiz mumkin. Aynan mana shu bo'yicha xulosa chiqaradigan bo'lsak, demak x1 teng minus 1 kritik nuqtada funksiya lokal maksimumga ega bo'ladi va demak maksimum minus 1 dan minus 2 ga teng bo'ladi. x2 teng 1 bo'lganda esa demak minimumga erishadi. Bu ham demak 2 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan chetki nuqtalarida uning minimum yoki maksimum nuqtalarini topishimiz mumkin bo'ladi. Va misol sifatida keltiradigan bo'lsak, demak birinchi navbatda funksiyani tekshirish uchun demak uni hosilasini olamiz va keyin esa demak uni kritik nuqtalarini topamiz va u nuqtalarda funksiya o'z ishorasini qanday o'zgarishini tekshirib ko'ramiz. Aynan monotonlikka tekshirish shunday amalga oshirib boriladi. Va aynan teoremani qo'llaydigan bo'lsak, demak minus cheksizdan minus 2 gacha demak funksiyamiz hosilasi 0 dan katta bu oralikda o'sadi. Va minus 2 0 oralikda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdan minus 2 0 oralikda qarasak, demak bu funksiya kamayuvchi. To'g'ridan to'g'ri grafikdan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va 0 dan cheksiz oralikda esa funksiya o'suvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va teoremaga ko'ra esa x1imiz teng minus 2 nuqtada bu maksimumga erishadi, x2imiz teng 0 nuqtada esa minimumga erishadi. Va maksimum minus 2 dan 0 ga teng. Demak minimum esa 0 dan minus 4 ga tengligi aniqlashimiz mumkin. Bu lokal minimum haqida xuddi shunday xulosani chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bunday ko'rinishdagi fx barobar x kvadrat plus 1, ximiz tengimiz 0 va 3 ga teng bo'ladi. Ximiz 0 ga teng bo'lgan qiymatlarda 3 ga teng bo'lgan funksiyani ekstremumga tekshirish masalasini qaraydigan bo'lsak, u ham x teng 0 nuqtadan o'tadigan hosilasi minusdan plusga o'tishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Aynan shu nuqtada demak uziluvchi ekanligini ham ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Uzilishga ega bo'lgan funksiya va shunday qilib ekstremumning mavjudligining yetarli sharti ham o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni kritik nuqtalari
lokal minimum yoki lokal maksimumga ba'zi paytda kirishi mumkin, ba'zi paytda kirmasligi mumkinligi haqida ham ana shunday qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Va funksiyani ekstremini topishning algoritmini qaraydigan bo'lsak, demak fx funksiya maksimum yoki minimum nuqtalarni topish uchun, demak birinchi navbatda uni hosilasini nolga tenglashtirib, birinchi tartibli hosilasi topiladi va ikkinchisi esa demak uni nolga tenglab, uni x ta qiymatlari topiladi, ya'ni kritik nuqtalar topiladi. Va uchinchisi esa demak kritik nuqtalar va chap va o'ng tomondagi nuqtalarga asosan, ma'lum bir sohani chegaralariga asosan aynan shu nuqtalardagi qiymatlari hisoblab topib boriladi. Va undan maksimum yoki minimum ekanligini topishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol sifatida qaraydigan bo'lsa, har bir kritik nuqtalarning chap qismi va o'ng qismi hosilalari tekshirib borilib, uni ishoralari aniqlab boriladi. Va funksiyaning ekstrem yuqori tartibli hosilalar yordamida tekshirish qismi bor. Aynan bu yetarlilik sharti bo'lib hisoblanadi. Aynan bu yetarlilik shartini olib keladi. Ya'ni teorema x teng c nuqtada fx funksiya birinchi va ikkinchi tartibli hosilaga ega va bu nuqtada demak uning hosilasi 0 ga va ikkinchi tartibli hosilasi 0 ga teng bo'lmasa, agar ikkinchi tartibli hosilasi 0 dan kichik bo'lsa, fx funksiya shu nuqtada maksimumga 0 dan katta bo'lsa, minimumga erishadi deb aytishimiz mumkin. Va misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, aynan tomonaga teng bo'lgan kvadrat shaklidagi temir tunikani burchaklarini teng kvadrat shaklida olishimiz uchun aynan mana shu narsa ishlatilib boriladi. Demak, bu yerda eng katta hajmli qutini hosil qilish uchun biz tunikani chetlarini qanday holatda qirqishimiz kerak? Aynan shu bo'yicha olishimiz uchun demak birinchi navbatda mana tunikani hajmini oladigan bo'lsak, demak uning asosining yuzi bilan balandligi ko'paytirmasi orqali olardik. Va uning chetlarini ma'lum bir x qiymatda qirqib olish jarayoniga qaraydigan bo'lsak, aynan bu a taqsim 2 ni ham yarmiga tengligini ham ko'rib borishimiz mumkin. Shundan ham kichik bo'lgan x ga tengligi, ya'ni x'imiz 0 kichik yoki teng, x kichik yoki teng a taqsim 2 ekanligi ana shu oralikda qarashimiz mumkin bo'ladi. Va bu oralikda demak uni funksiyani tuzib oldik va uning hosilasini topadigan bo'lsak va 0 ga tenglab uni kritik nuqtalarini topamiz. x1imiz a taqsim 6, x2imiz esa a taqsim 2 ekanligini topishimiz mumkin bo'ladi. Va bu oralikda x1imiz a taqsim 6 kritik nuqtada yotishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 0 va a taqsim 2 nuqtani qaraydigan bo'lsak va ikkinchi tartibli hosilasini qaraydigan bo'lsak, demak bu ikkinchi tartibli hosilasi bu 0 dan kichik ekanligi ma'lum. Ya'ni a taqsim 6 ni qo'yganimizda 0 dan kichik ekanligi ma'lum va bu esa aynan shu a taqsim 6 nuqtada maksimumga erishishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va aynan turistik muammo sifatida olishimiz mumkin. Demak, ekskursiya uchun chipta narxini oshirganda xaridorning qanday o'zgarishi qarab o'tiladi. Aynan bu yerda model sifatida tuzib boriladi. Ya'ni np barobar 1000 taqsim p plus 10 degan funksiya sifatida qaraladi. Aynan uni hosilasini oladigan bo'lsak, bu minus 1000 taqsim p plus 10 ning kvadrati sifatida qarashimiz mumkin. Aynan bu yerdan xulosa sifatida qaraydigan bo'lsak, kasrning surati musbat, mahraji esa kvadrat bo'lganligi uchun har doim bu musbat, oldidagi minus esa manfiy ekanligini ko'rsatib beradi. Va uning hosilasi har doim 0 dan kichik ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak hosila har doim manfiy bo'lganligi sababli bu qat'iy kamayuvchi funksiya bo'lib hisoblanadi. Biz narxni qanchalik oshirgan sayin, demak talab doimo pasayib borishini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shunda turistik agentliklarda xuddi shunday sifatida aynan minimum yoki maksimum masalalarni ham qo'llashimiz mumkin. Bu yerda bir nechta misollar ham keltirilgan va bularni demak mustaqil sifatida ishlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Biz yuqoridagi jarayonlar sifatida e'tiboringiz uchun demak rahmat.